Demak, taqvo biz ijtimoiy hayotda inson to'g'ri yurishligi uchun, masalan, tijorat qilasizmi yoki oilaviy masala bo'ladimi yoki boshqa narsada bir jamlanish bo'ladimi, taqvo insonni ushlab turadi. Taqvo bo'lmasa xiyonat boshlanaveradi. Oddiy qo'shni bo'lib yashashingiz uchun ham yaxshi qo'shni bo'lishingiz uchun taqvo bo'lish kerak. Bir kishi qizimni beryapman men turmushga, kimga bersam ekan? Kuyovlar kelyapti, unisi bunisi deb so'raganda bir solih kishi aytgan ekanki, taqvodoriga bergin. Taqvodoriga bergin, chunki agarda yaxshi ko'rsa yaxshi yashaydi. Agar yaxshi ko'rmasa zulm qilmaydi degan. Taqvodor odam zulm qilmaydi. Agar hatto qalbida mavadda bo'lmasa ham, vaja'ala baynakuma mawaddatan va rahma. Er xotin o'rtasida Alloh taolo mavadda qildi va rahmat qildi. Mavadda bu sevgi, yaxshi ko'rish va rahmat ham bor. Agar yaxshi ko'rmasa ham xotinini odam, lekin rahmatchi. Rahmat bilan yashasa bo'ladi inson. Faqatgina yaxshi ko'rib turib jamlanish degan narsa emas bu. U boshqa odamlardan kelgan bizga madaniyat. Agar shu narsalarni biz farzandlarga yaxshi bera olmasak, ular boshqa yerlardan olyapti. Nimadan ilinsa olyapti? Rossiyaga borib kelgan odam Rossiyani mentalitetini o'sha yerda o'rislarda o'rganib keladi. Bu yerga Amerikada yashab kelgan odam Amerikadagi o'zini ajablantirgan narsani olib kelishi mumkin. Kim qayerga borsa o'ziga yarasha narsani olib yotibdi, betarbiya yotibdi bolalar. Maktablarda gala-gala, to'da bolalar, ularga mana shunaqangi bir iymoniy tarbiya berishlik, axloqiy tarbiya berishlik degan narsani o'ylab ko'rishlik yo'q. Ana shuning uchun keyin ozroq mana shu yoshlar katta bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Undan ham yomoni o'g'il qizni bir joyga jamlab qo'yib, avrati ochilgan holatda bo'lishligi shart qiz bolani. Avrat va o'g'il bilan qiz bitta partada o'tirishligi shart. Yonma-yon o'tirish kerak. O'g'il bilan o'g'il o'tirishligi mumkin emas. Bu narsa nimaga olib boradi? Bu tarbiyami bu? Bu maxsus odamlarni yig'ib turib, bolalarni yig'ib turib betarbiya qilish uchun shug'ullanayotgan bir holatga o'xshaydi. Tarbiya berishlik bo'lsa, xuddi aytilgani kabi, ma hakaza turadul ibilu ya sa'du degandek, tuya haydamoqchi bo'lsang, tuya bunaqa haydalanmaydi. Ya'ni bola tarbiyalashmi maqsad? Bola tarbiyalash uchun eng birinchi o'rinda bolani taqvodor qilishlik kerak.